Endi fast foodlarga pul sarflashni to'xtating. Men sizga ajoyib bo'lgan uy sharoitida mazali sendvich tayyorlashni o'rgataman. Ilitilgan sutimizga 1 qoshiq asal, droji, tuxum solib yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan o'simlik yog'i va unni solib, ozgincha tuz va sariyog' solib, yaxshilab yumshoq xamir qorib olib qo'yamiz. Nachinkasiga tovuq filesi, ziravorlar va tuxumni solib, yaxshilab marinovat qilamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni yaxshilab juvalaymiz va bukib, ustidan tuxum sarig'ini suramiz va to'lqonga botiramiz. Ustidan chiziq qilib chizib chiqamiz. Voila, tayyor, yumshoqqina. Bunaqa bo'lishgani ishoning, hali tayyorlab ko'rmagansiz. Nachinkasidagi tovuq bo'laklarini ziravorlar bilan marinadlab, kraxmalli aralashmada qovurib olamiz. Maxfiy sousga botirib, bo'lishkalarimizni tayyorlaymiz.